to'y mavsumlari boshlanganda bir kunda 8 tadan 10 tagacha mijozga xizmat qilamiz. Hozirda kuyovlarimiz juda injiq bo'lgan, yopiq deyshadi ko'pchilik. Bizda har xil fasondagi liboslar bor. Toshlimi, toshsizmi, gipyurli. Shu faoliyatlaringiz davomida qiziqarli holat bo'lganmi, qandaydir? Bo'lgan, dahshati bo'lgan, hozir aytib beraman. Ko'ylagimizda shu to'y tugagandan keyin salyut otishadi bilsangiz, anaqalar. Bitta libosimiz zakazli bo'lgan. Kechqurun kelin-kuyov salyut otishgan. Kelin ko'ylakni yarim tomoni polni qip-qizil bo'lib kelgan. U libos kiyilmaydi qaytadan, uni tuzatib ham bo'lmaydi. Shu bilan u ko'ylak chiqib ketgan. Ertasi boshqa birovga berilish kerak bo'lgan? Berilish kerak bo'lgan. Orada bir kun bo'lgan, u chiskaga beriladi. Biz shunga qarab zakaz olamizda. Ketma-ketga zakaz olmaysiz. O'rtada bir kun ana bo'lishi kerak. Nargi mijozga yangi tiktirib olib kelib berdik, srochinaga. Boshqachasiga yo'limiz yo'q edi.